in the game. Assalomu alaykum do'stlar, assalomu alaykum. Sizlar bilan men Inosh O'zbek. Bugungi videomizda biz FK o'ynaymiz. FK 26. 25 bo'lsa. Hazillashdim do'stlar. Biz hozir VS atak o'ynaymiz. Va do'stlar VS atak o'ynaymiz. Do'stlar, toki bu zagruzka bo'lganicha like va podpiska bosib qo'yinglar. Chunki biz o'nta like olsak, randomly kommentariyadagi o'yinni o'ynab ko'ramiz. Hozir biz prosta atak o'ynaymiz. Oho, yaxshi. Pulim shuni olay, do'stlar. Shu. VS ataka. Hiç kiramaymiz, shuni kiramiz. Chat lekin obunachilar lekin qiyin bo'ladi. Mana ketdi. Kim bilan chan? Random. Juventusga qarshi, lekin Juventuslar rostga o'ynaydi. Sharmanda bo'lib qolmasam bo'ldi. Obunachilar qaranglarda хороший degan yaxshimi yoki Ibroz вообще 91. Нормально. Birinchi dalni udar qilaylikchi. Voy. Kaka hoppa pas. Yo'q qo'yapti ular. Ansaq udar. Gol 1-0. Maradona pas ber. Yo'q qo'ydi. Ansaq shotni ochdi. Biz shunchalik oson qoldikmi? Lekin ular yaratishlari zo'r ekan. Barsolla. Ansaq. Maradona. Hoppa, iya. 3-1 va nihoyat. Barsolla, Maradona hoppa. Hech kim yo'qmi? Hatto olsin-chi. Jude Bellingham, Billy. Devoradiku. Chat obunachilar yozib qo'yinglar. Real Madrid or Barcelona. Ko'ramiz, Barcelona fanatlari ko'pmi yoki Real Madrid. Do'stlar, agar yana ultimatum pranklarni xohlasanglar, yana keyingi o'yinimizda biz VS atak o'ynamayman do'stlar. Bo'ldi. Xayr do'stlar, sog' bo'linglar.